Qo'limdagi pul emas, suv o'tkazmaydigan klyonka desam ishonasizlarmi? Ishonmasanglar, hozir tekshirib ko'ramiz. Ketdim. Mana bizning klyonkamizni ko'rinishi o'rtoqlar. Mana bu yerda suv va salfetkamiz tayyor. Men hozir bilan buni test qilib ko'ramiz. Qanchalik suv o'tkazadi yoki mana ko'rishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar? Shundoq shimvoladi o'rtoqlar. Ustki tomoni ho'l bo'lib turibdi. Endi qaranglar, men orqasini tekshirib ko'raman buni. O'tganmi, yo'qmi? Mana salfetkamiz bor, quruq salfetkamiz. Mana orqasiga o'tmagan klyonkasiga va hattoki buni o'zida ham hech qanaqa sezmaysizlar mana. Oldi bo'lsa mana ho'lligicha turibdi. Ko'ryapsizlar? 100 ga 70 razmerida bo'lyapti. Buni mana shunaqa olma xonchalik rasvetkasidan tashqari buni man sizlarga mana bunaqa variantini ham tavsiya qilaman. Hammasi bir-biridan chiroyli, ko'ryapsizlar? Materiali super lekin. Qottaligi ham zo'r. Bolajonni shundoq qilib qo'yaverasizlar. Ustidan narsa solish ham shart emas. Va mana bunaqa nejniy variantimiz ham bor o'rtoqlar. Narxlari 140 ming so'mdan bo'lyapti. Tez ulgurib olinglar.